Mamlakatimizda boshqaruvning eng noyob xalqona tuzilmasi mahalla tizimini takomillashtirish, uning mahalliy hokimlik boshqaruvida nufuzini oshirish masalalariga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Xususan, keyingi 3 yil davomida mahalla tizimida yangi lavozimlar ta'sis etildi. Bu esa joylardagi muammolarni tezkorlik bilan hal etish imkoniyatlarini kengaytirib, tinchlik va osoyishtalikni ta'minlanishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, Yangiyer shahri Binokor mahallasi bugungi kunda eng namunali mahallalardan biri. Hozirda tajribaga ega bo'lgan yosh va bilimli Shahzoda Yaxshiboyeva boshchiligida ish olib borayotgan mahalla faollarining sa'y-harakatlari evaziga hududdagi fuqarolarning farovonligi uchun ko'plab ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Bizning Binokor mahallamizda 4300 nafar fuqaro istiqomat qiladi. 17 ta ko'chamiz mavjud. Binokor mahallamiz 2024-yil obod mahalla dasturiga tushdi. O'sha dastur doirasida bir qancha ishlar amalga oshirildi. Jumladan 4 ta ko'chamiz asfalt bo'ldi, tungi yoritish chiroqlari o'rnatildi. 16 dona kuzatuv kamerasi bizning ko'chalarimizga hozir mana qo'yilish arafasida turibdi. Har bir ko'chalarga o'sha bannerlar ilingan, kuzatuv kamerasi nazorati ostida degan o'sha kamera bo'lgan joylarga. Bizning mahallamizda xavfsiz yo'lak birinchi o'rinda shu obod mahalla dasturi boshlanishida xavfsiz yo'lak qurildi. 17 ta ko'chani har birida 2 tadan ko'cha borish tayinlangan. Xavfsiz mahalla mezonlari doirasida bizning mahallada ishsizlik 2024-yil batamom tugatildi ishsizlik. Tadbirkorlik bo'yicha bir qancha turdagi kreditlar berildi. Hokim yordamchisi 7 likni kollegial qarori asosida bir qancha fuqarolarimizga subsidiyalar ajratildi. Bizning mahallamizning drayveri pishiriqchilik, tikuvchilikka ixtisoslashgan. Chorvachilik bilan ham shug'ullanishadi fuqarolarimiz. Mahalla yettiligini amalga oshirilgan ishlari natijasida mahallamizda 2024-yildan to mana bugungi kunga qadar hech qanday jinoyat sodir etilmadi. Men o'ylayman, bu bizning mehnatlarimizning samarasi. Kelgusida ham mana shunday hamjihatlikda ishlashga va'da beramiz. Mahallada yoshlarning ham bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, shuningdek ishsiz yoshlar va maktab bitiruvchilarni bandligiga ko'maklashish borasida qator salmoqli ishlar olib borilganligi natijasida bugungi kunda Binokor mahallasi ishsizlikdan xoli hududga aylangan deb bemalol ayta olamiz. Hudud aholisining qandolatchilik, tikuvchilik va boshqa tadbirkorlik faoliyatlari doimiy qo'llab-quvvatlanib kelinmoqda. Bugungi kunda bizning mahallamizda 3905 nafar aholi istiqomat qiladi. Shundan 943 nafari yoshlar. Bugungi kunda shu yoshlar xatlov jarayonida shu ishsiz yoshlarimiz bor edi, 7 nafar. Ularni o'sha 2 nafariga mahallamizda o'zida yerdan daromad topish maqsadida yer ajratildi 20 sotixdan. 2 nafari doimiy ishga joylashtirildi. 1 nafariga kredit berildi va yana 1 nafariga subsidiya berildi. Proportsiyada turadigan yoshimiz bor edi, u bilan ishladik. Yil davomida sportga jalb qildik. O'sha oilasi bilan gaplashdik. O'zi qiziqishdan kelib chiqib voleybol sportida bu yil respublikada shu 5 tashabbus olimpiadasida C-ligada qatnashdik. Mahallamiz o'sha respublikada 3-o'rinni oldi. Hozirgi kunda voleybolga bo'lgan o'sha yutug'imizdan keyin voleybolga bo'lgan yoshlarimizni qiziqishi yana ham oshdi. Qamrovimiz hozirgi kunda mahallamizda voleybol sport turiga 60 nafar yoshimiz qamrovimiz bor. Va yana undan tashqari futbol to'garaklari, kibersport o'yinlari, musobaqalari bo'lib o'tadi. Barchasiga shu uyushmagan o'sha bo'sh bo'lib yurmasin degan maqsadda bolalarni shu sportga jalb qilib kelyapmiz. Bu yilda o'zida ham hokim yordamchimiz bilan hamkorlikda tadbirkorlik qilish istagi bo'lgan yoshlarimizdan 4 nafariga o'sha imtiyozli kredit ajratildi. Uyda 1 nafari salonchilik, 2 nafari o'sha pishiriqchilik bo'yicha va yana 1 nafari o'sha motoskuter olib, hozirgi kunda yuk tashish bilan shug'ullanyapti. Qayd etish kerakki, hamkorlikda amalga oshirilgan ishlar natijasida Binokor mahallasida o'tgan 2024-yildan to hozirga qadar biron marta jinoyat sodir etilmagan. Buning uchun esa albatta mahalla vakillari tomonidan doimiy profilaktik uchrashuvlar, nazorat tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Binokor mahallasida jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olish maqsadida ko'plab ishlar tashkil etilyapti, tizimli ishlar.
Bu borada mahalla yettiligi bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi PQ1 sonli qaroriga asosan tizimli ishlar yo'l xaritasi tasdiqlangan. Qolaversa, mahalla hududida alohida e'tiborga qaratilishi lozim bo'lgan shaxslar ro'yxati tuzilib, ular bilan shaxsan mahalla raisi, hokim yordamchisi va yoshlar yetakchisi bilan uchrashib, xonadonma yurib, muammolari o'rganilmoqda. Shu asnoda Binokor mahallasida jinoyatchilikni jilovlab bormoqdamiz. Alohida e'tibor qaratish lozim bo'lgan shaxslar, muqaddam sudlanganlarni ishga joylashtirish, voyaga yetmagan farzandini yokida turmush o'rtog'i bilan mahalla xotin-qizlari bilan birgalikda ijtimoiy moslashtirish ishlari ko'rib chiqilyapti. Qolaversa, mahallamizda deyarli 100% ko'chalar yoritish chiroqlari va kameralashtirilgan. Ko'chada o'g'irlik va bezorilik jinoyatlarini oldini olish ishlari olib borilgan. Mahalla hududi 2024-yildan beri yashil hududda oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar sodir etilmagan. Binokor mahallasida joylashgan 2-sonli umumiy ta'lim maktabida mahalla raisi yoshlar yetakchisi bilan hamkorlikda davomat tig' tadbirlari olib boriladi. Qolaversa, kiber jinoyatlarni oldini olish maqsadida aholi ko'p yig'iladigan joylarga e'lonlar, plakatlar va Telegram gruppamiz orqali barcha videoroliklar tarqatilib, fuqarolar ogohlikka chaqirilmoqda. Nizoli oilalar bilan mahalla raisi, hokim yordamchisi va yoshlar yetakchisi bilan hamkorlikda muammosi o'rganib, ishga joylashtirish yoki tadbirkorlikka jalb qilish bilan har tomonlama qamrab olib bartaraf qilinmoqda nizolar. Xalqimizda mahallang tinch, sen tinch degan naql bejizga aytilmagan. Mahalla obod va osoyishta bo'lsagina, u yerda qut baraka, tinchlik, xotirjamlik bo'ladi. Shu o'rinda Binokor mahallasini ana shunday fayzli mahallalardan biri deb ayta olamiz.